Konditsioner ishlayapti. Lekin nimagadir terlab ketyapman. Muammo mendami yoki konditsionerda? Isitma yo'q. Demak, muammo konditsionerda. Lekin usta chaqirishga shoshilmang. Bor yo'g'i 4 ta harakat bilan buni o'zingiz tuzatib qo'ysangiz bo'ladi. Avvalo, konditsionerni to'kdan sug'urib olamiz. Ha biz buni konditsionerda yuribmiz. Ha bu tupatuzi chang yutgich ekan-u. Ushbu noyob topilmamizni chiqarib olganimizdan so'ng mana bunday qilib yaxshilab yuvib, quritib joyiga qo'yib qo'yamiz. Agar mabodo shunda ham sovutmasa, diqqat qilamiz. Konditsionerimizni mana shu qismini avaylab ochib olamiz va hammamizning uyimizda bor oddiy zubur o'shatgani olib, yaxshilab bu bilan parragini tozalab olamiz. Konditsionerni tashqi qismini tozalash ham esingizdan chiqmasin. Yana bir ahamiyatli jihati, konditsioner ishlayotgan holatda mana bu ikkita turbasi muzlab qolgan bo'lsa, demak siz usta chaqirishingizga to'g'ri keladi. Agar bunaqa nam holatda bo'lsa, konditsionerimiz soppa soq. Ana endi ishladi. Lekin nimagadir yana isib ketyapman. Yana qaytani ko'ylasam bo'larkin-a?